Qamalib chiqqan bolaga turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Yo'q, turmushga chiqmasdim hech qachon. Yaxshi bola qamalmaydi. Qamalgan boladan esa yaxshilik chiqmaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga necha pul topish kerak deb hisoblaysiz? 40 ming, 50 ming dollar. 15 mingdan boshlab. Bo'lajak turmush o'rtog'ingizni mashinasi qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Takoyli 9 da yurish kerak. Uni og'zidan ketmagan qizchalar. Qizaloqlarim, hayotingda 40 ming, 50 ming dollar pul ko'rganmisan? 9da 40 ming, 50 ming dollar qamalib chiqqan yaxshi bo'lmaydi. Hurmatli ota-onalar, qiz farzandingizga yaxshi tarbiya bering. Pul mashinaga qiziqmasin. Hayoti yaxshi yashashiga qiziqsin. Uyat-yu yana kameraga qarab, bevor 40 ming, 50 ming. Hayotingda 10 ming dollar ushab ko'rganmiz, ha? Hayotingda 10 ming dollar. Nima qamalib chiqqanlar odam emasmi? Qanday adashadi? Bunaqa sayramang, qizim. 40 ming, 50 ming dollar pul topsa, 9 da uchirib har kun urib kelsa, mazzami? Mazza qilib ishlatasan, 9 da yurasan, mazza-yu, to'g'ri. Sallani miyalaringga mana shunaqa narsa o'rnashib qo'ygan. Boy bo'lsin, boshqa bo'lsin. Shunaqa qizlar atmetga qilib ketdinglar, shunaqa kibrga berilgan qizlar.